Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona tumani Yazevon qishlog'ida go'zal holatda ishlarimizni bitkazib berganmiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Men sizlarga mana shunaqangi go'zal holatdagi tunikafon ishlarimizni ma'lumotlari bilan bitgan holatini narxlari bilan birgalikda tanishtirib boraman. Agarda sizga ham mana shunaqangi dizayn fasonimiz xonadoningizga yoqqan fasoni bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta skrinshot qilib o'zingizga saqlab qo'ysangiz, biz sizlarga mana shunaqa go'zal holatda qilib tunikafon ishlarini qilib beramiz. Xo'p, bo'lmasam boshladik. Bu xonadonimizni mana shu ko'cha tomon fasad qismini ham, devor qismiga ham tunikafonimizdan mana shunaqangi go'zal holatda qilib ishlarni qilib berganmiz. Xo'p, razmerini aytib o'taman. Razmerlari mana shu ko'cha tomoni razmeri 10 metrga, bu tomoni ham 10 metr, balandligiga 420 cm bo'lgan mana shu fasad qismini qilib berganmiz va mana bu 50 cm lik mana bu shapkalarni полностью aylanasiga qilib berilgan. Xo'p. Mana bu kazirok qismi ham bo'lgan. Mana bu kazirok qismiga e'tibor berasizlar. Skromniy variantda Nova karnizlari bilan tillo profillari yulduzchalik mana shunaqangi skromniy variantda qilingan. O'rtasiga bitta plafon qo'yiladi. Hali ozgincha ish jarayonlarimiz davom etyapti. Ozgina kamko'slari qilinyapti. Sizlarga oldinroq video qilib joylab qo'ymoqchiman. Xo'p. Bu xonadonimizni mana shu fasad qismiga e'tibor beringlar. Oq rangi, mokri rangda polni tunikafonimizni mana shu ranglardan foydalanganmiz. Xudo xohlasa buni xizmati indamasdan 15 yilga go'zal holatda sizlarga xizmatlarda qilib beradi. So'kinlardan hech qanaqangi bir sho'r chiqdi degan narsalar bo'lmaydi. Oshiqcha kraska qilaman, boshqa qilaman degan sizda ovoragarchiliklar inshaalloh 10 yil, 15 yilga bu narsadan qutulasiz. Xo'p, bu tunikamizni Samarqand metrologiya zavodi bilan birgalikda ishlaymiz. Samarqand tunikasidan foydalanamiz. Samarqand zavodi mana shu tunika mahsulotiga 10 yildan 15 yilgacha garantiya beradi. Rangi o'chmasligiga, zaynab ketmasligiga garantiya beradi. Bu tunika mahsulotimizni oldi ham, orqa tomoni ham kraska bo'ladi. Ya'ni orqa tomoni gruntovka kraska holatida bo'ladi. Oldi tomondagi kraskalari esa X sloy yoki 3 sloy holatida bo'ladi. Xo'p, bu kazirok qismimizni razmerini aytib o'taman. 440 cm ga 420 cm bo'lgan mana shu kazirok qismini ham shaxmat fasonda yulduzchalarni do'ppilik Nova karnizlari bilan birgalikda qilib berganmiz. Bu xonadonimizga mana shu darvozaxonasiga ham chekasiga milliy gul qo'yishimiz kerak edi. Xonadon egasi qo'ymay qo'ramiz. Mana shu holatda skromniy variantda bo'ladi ekan deb turib xonadon egasi yoqtirganligi uchun mana shu holatda qilib berdik. Bu xonadonimizga 390 kvadrat tunika mahsulotda ishlatganmiz. Umumiy mana shu darvozaxona, ko'cha tomon fasad qismi va mana bu ichkari tomondagi 5,5 metrdan ikkita fasad qismi bor. Ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda 5,5 metr, bu tomonda 5,5 metrga 420 cm bo'lgan fasad qismi va mana bu ichkari tomon akvalarni ham tepalarni chiroyli holatda yopib va mana bu 15 cm ga 26 metr bo'lsa kerak, adashmasam. Shu shapkasini chiroyli holatda qilib, qoshli, 90 gradusli, shestkranli karniz va lolacha gullari bilan chiroyli holatda qilib berganmiz. Mana bu akvasini mana bu o'rtalarini ham chiroyli holatda qilib yopib, bitkazib berdik. Umumiy 390 kvadrat tunika mahsulotini sarf qilib berganmiz. 140 ming so'mdan mana shu Reka Samarez tunikasi usta xizmati mana shu lesalari yo'l kirasigacha birgalikda qilib beryapmiz hozirgi kunda. Bu xonadon egasi bizni doimiy kuzatib boruvchi obunachimiz bo'lganligi uchun bonus sifatida 5 ming so'm o'tib berganmiz. 135 ming so'mdan qilib berdik. Umumiy mana shu xonadonimizni ko'rib turgan joyini общий 52,5 million so'mga mana shu umumiy qismini qilib berdik. Qaranglar, qancha joy qilinib, materiali bilan birgalikda qilingan. Hamma mahsuloti-yu, hamma problemasi bizning bo'ynimizda bo'lgan holatda shunaqangi chiroyli qilib ishlarni bitkazib berdik. Xonadon egasi masofasi bizdan uzoqroq bo'lganligi uchun bizni yotoq bilan ta'minladi va pitaniya bilan ta'minladi. O'rtadagi mana bu plafonlari bor. Darvozaxonada ko'rgan plafoningizni xonadon egasi olib kelib bergan. Biz chiroyli holatda uni o'rnatib berdik. Qolgan hamma mahsulotni Rekasi, Samarez tunikasi hamma yo'g'i o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berdik.
Agarda siz ham bizni obunachimiz bo'lib, doimiy kuzatib boruvchi obunachilarimizdan bo'lib, sizni xonadoningizga yetib borganimizdan keyin sizni obunachingizman deb bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, albatta sizga ham bonuslar bo'ladi inshaalloh. Go'zal holatda qilib ishlarni bitirib beramiz. Endi mana bunaqangi tunuka mahsulotini oshib qolgan mahsulotlarimizni xonadon egasidan ayirib yuborgan holatda hisob-kitob qilib beramiz. Xonadoniga ketgan tunukani kvadratini hisoblab beramiz. Bu tabiiy holat, bu bitta bizda emas, hammada oshig'i bilan yoki kami bilan keladi. Shu narsalar oshib qolgan narsalarni ayirib yuborgan holatda chiroyli qilib xonadon egasiga hisob-kitobini qilib beramiz. Bizning xizmatimiz hozirchalik vodiy bo'ylab ishlaymiz. Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab murojaat qilsanglar bo'laveradi inshaalloh. Mana shunaqangi go'zal holatdagi ishlarimizni, turli xil dizayn fasonlarimiz ham bor. Har xil dizayn fasonlarimizni ko'rsatamiz, sizga yoqqanidan qilib beramiz inshaalloh. Chiroyli holatda qilib, mana shunaqangi go'zal holatda qilib beramiz. Xo'p, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Albatta shuncha mahsuloti bilan va mana shuncha katta ob'yomda bitgan holatda 52,5 million so'mga arziydimi, arzimaydimi, hammasini o'zingizlarda fikringizni yozib qoldiraverasizlar inshaalloh. Albatta o'qib javob berishlikka xato kamchiligimiz bo'lsa ham bemalol yozaverasizlar. Inshaalloh xato kamchiligimiz bo'lmaydi. Xo'p, bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, biz sizning xonadoningizga yetib kelib, mana shu xonadonimizga ham yetib kelib, hisob-kitoblarni chiqarib berganmiz. Plus minus holatiga chiqarib beramiz. Aytgan kvadratimizdan 5-4 kvadrat o'ynashi ham mumkin, 5-4 kvadrat kamayishi ham yoki ko'payishi ham mumkin holat bo'ladi. Chunki mana bu regellarida ayrim joylarda 1-2 sm dan razmer o'zgarishi bu bizda emas, hamma tunuka fonchida bo'ladigan narsa. Shuni hisobiga biz plus minusiga ishlaymiz odatda. Xohlasangiz bitta butuniga ham kelishaveramiz, xohlasangiz unaqa katta rol o'ynaydigan joyi yo'q inshaalloh. Bu xonadonimizni 15 kun atrofida go'zal holatda qilib, mana shu 390 kvadrat tunuka fon ishimizni bitkazib berdik. Xo'p, mana shu ekranimizda nomerimizda Telegram, WhatsApp, Imo bor. Bizga chetdan turib murojaat qilsanglar ham, biz sizlarning ishingizlarni go'zal holatda qilib bitkazib beramiz. Albatta sizlar bilan kelishgan holatda fasonlarini ko'rsatib, videolarni tashlab, hamma yo'lda kelishib olganimizdan keyin bitta summani chiqarib beramiz. Sizni xonadoningizdagi ota-onangizni, aka-ukangizni bezovta qilmagan holatda, sarson qilmagan holatda qurilish qilish bilasizlar, juda ham mashaqqati bor. O'ziga yarasha bozorga bor, reka samarizabga nimadir yetmay qolsa yana boribki degan narsa g'am tashvishi umuman bo'lmaydi sizga. O'sha hamma mas'uliyatini o'zimiz bo'ynimizga olgan holatda biz ishimizni go'zal qilib, mana shunaqangi chiroyli holatda qilib sizga bitgan holatini topshiramiz. Ish jarayonlarini ham videolarini ko'rsatib boramiz agar chetda bo'ladigan bo'lsangiz. Agarda o'zingiz yonimizda bo'ladigan bo'lsangiz, hamma yo'qni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, chiroyli holatda qilib ishimiz bitganini ko'rib olasizlar. Ma'lumot o'rnida mana bu darvozani aytib o'taman. 22,5 million so'mga mana shu darvoza o'rnagan. 380 cm ga 390 cm bo'lgan darvoza razmeri. Namanganlik akalarimiz qilib berishgan. Juda ham go'zal holatda bo'lib chiqibdi. Ishlariga baho berib berasizlar. Agarda nomerini topa olsam, ustalar nomerini topsam, kommentariyada darvozachilarga ham nomerini yozib qoldiraman. Va sizlarga qurilish qilayotgan odamlarga bizdan qanaqangi ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, o'sha haqida nima qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ish jarayoni qiziqmi yoki boshqa bir qurilish obyektlari qiziqmi, qanaqa holatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz sizlarga manfaatli bo'ladigan videolar tayyorlashlikda harakat qilamiz. Bizning asosiy bo'lgan ishimiz tunikafon bilan shug'ullanamiz. Endi mobilograflik yoki blogerlik bilan shug'ullanmaymiz. Ayrim xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, albatta to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Inshaalloh xizmatinglardamiz. Vodiy bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.